Mana bunga qaranglar. O'yinchilarga berilgan ballar, o'yinni ko'rdinglar, jigarlar. Madrid derbisida jamoamiz mag'lubiyatga uchradi 5-2 hisobida. Kimni ayblasak bo'ladi? Xabi Alonsonimi, Valverdenimi, Raul Asensionimi, Din Hausenimi? Hech kimni ayblamaymiz. Hech kimni. Prosta o'ynamadi Real bo'ldi. O'ynamadi. Konkretni o'ynamadi. Hujum yaxshi, boshda yaxshi boshlandi. 2-1 ga yutayotgandi. Yaxshi hammasi cho'tki bo'tdi. Lekin hammasi уже himoya chochilib ketishdan boshlandi. Militao jarohat oldi, Carvajal jarohat oldi. Carvajal o'rniga Raul Asension qanotga o'tdi. Militao o'rniga Chouameni, himoyachi bo'lmagan Chouameni, u yarim himoyachi, markaziy himoyachi emas. Xullas, nimadir deb o'yinchilarni aybdor qilsak bo'ladi, to'g'ri, katta ayb bor bu o'yinchilarda ham. Lekin biz madridistamiz, ayblarni gapirmaymiz. Nima qilib bo'lsa ham Hala Madrid. Shu Diego Simeone ketmadi, Atletico Madridda o'yini o'zgarmadi. Menimcha, Diego Simeone ketsa ham o'zgarmasa kerak bu Atleticoning o'yini. Shunaqa qo'pol qilib aytganda, ko'tligicha qolib ketursa kerak bu Atletico. To'g'ri, hujumchini o'rniga himoyachini tushirib, avtobus qo'yishga haqqi bor. Bu oldindan shunaqa klub bo'lib kelgan. Bundan keyin ham shunaqa tovarligicha qoladi. Lekin azgina qo'l tegib ketganda shantajlik qilib yotib olishi nima keragi bor deyman, bilmayman to'g'risi. Yutyapsan, o'yini, normalniy o'yini, yotib olma, shantaj bo'lma, shantajyor bo'lma. Jamoamiz Real Madrid La Liga turnir jadvalida hali ham birinchi o'rinda, lekin Barselona hali bitta o'yinni o'tkazadi, Real Sociedadga qarshi o'yinni. Shu o'yindan keyin aniq bo'ladi. Agar Barsa yutadigan bo'lsa, 1 ochkoga Realdan oldinga o'tib ketib qoladi. Bundan buyog'iga endi Real qo'ldan kelgancha imkon boricha ochko yo'qotmasligi kerak. Keyingi o'yinlar уже katta o'yinlar boshlanish arafasida turibdi. Bizlarni kuzatishda davom etinglar, negativlarga e'tibor bermanglar. Ularni ham boshiga, mana dumaloq boshiga hali ham shu kunlar keladi. Hali La Liga oldinda. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar.